Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari. AQSh va Eron o'rtasidagi muammo tobora jiddiylashmoqda. Isroilning eng mashhur va ko'zga ko'ringan nashrlaridan biri Yerushalayim Post'ning yozishicha, AQSh va Eron o'rtasidagi vaziyat tobora jiddiylashgani sabab Eron rahbari Oyatulloh Ali Xumayni maxsus bunkerga ko'chirilgani aytilmoqda. Oyatulloh Ali Xumayni davlatni vaqtincha boshqarib turishni o'z kenja o'g'liga ishonib topshirgan deydi Yerushalayim Post. Kunning ikkinchi yarmida esa xabarlar shunday tarqaldi. AQSh Eron atrofidagi bazalarni himoya vositalari bilan kuchaytirishini aytib o'tdi. Eron esa bunga javoban AQShning har qanday noto'g'ri qadami oqibatida Eron atrofidagi barcha amerikalik askarlarni qirib yuborish haqida xabar berdi. Kanalimizga obuna bo'ling, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang va like tugmasini bosing. Kunning eng dolzarb va muhim xabarlari bizning kanalda. Rossiyaning Samara viloyatida migrantlarga 120 dan ortiq ishlarda ishlash taqiqlandi. Viloyat gubernatori Dmitriy Azarov tasdiqlagan xabarga ko'ra, endilikda patentli migrantlar maktablarda farrosh sifatida jamoat transporti, oshxona, yotoqxonalarda ishlashi mumkin emas. Shuningdek, cheklovlar dronlar, reaktiv dvigatel ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqot sohalarida ham tatbiq etiladi. Eslatib o'tamiz, viloyatda taksi, ta'lim, dorixona, alkogol, chakana savdo sohasida migrantlar uchun allaqachon cheklovlar mavjud edi. Endilikda viloyatda juda ko'p ishlarda ishlash mumkin bo'lmaydi. Bundan avvalroq ham Rossiyaning boshqa shaharlarida, viloyatlarida har xil migrantlar uchun cheklovlar joriy etila boshlagan edi. Ko'p cheklovlar aynan patentli migrantlar uchun ekanligi odamni ajablantiradi.